Yakkasaroy tumani Sho'to'rsaveli ko'chasi joylashgan 12 etajli domimizdan 6 etajdan 2 xonali uyimiz ijaraga berilyapti. Xonadon yaqinda remontdan chiqqan ekan, hali hamma narsasi yangi ekan, yashashga tayyor ekan. O'zini kattagina studiyniy variantda qurilgan zali, oshxonasi, spannisi, sanuzeli, hamma bitta uy texnikalari bilan ijaraga berilyapti. Xonadon egalari daji kofe-marka kunlarigacha qo'yib qo'yishgan ekan. Agar shu uyimiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, narxini aytib o'tikaman. Xonadon narxini uyimiz egari $1000 deb aytishdi. Agar bizdan kanaldan chiqsanglar, $900 qilib berishar ekan. Pastda uyimiz egalarining nomerini qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqib turasizlar. Yana kimga realtorsiz, maklersiz uylar kerak bo'lsa, xuddi shu profilga murojaat qilib ko'rasizlar. Xuddi shu videoni Yakkasaroy rayonidan uy qidirib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar.